Akalar. Nima deyapti manzara? Chiroq yoqib qo'ydik. Mana chiroq foydasi ham pashsha tushadi, ham dafna yig'iladi shu chiroq nuriga. Chiroq nuriga dafna yig'ilgan hisobiga baliq 24 soat ovqatlanadi. Kechasi ham to'xtamaydi. Shuni hisobiga yaxshi katta bo'ladi, akalar. Chiroq foydasi. Pashshani ko'ryapsizlarmi? Ichingani ko'ryapsizlarmi? Shu chiroq atrofida dafnani beayov yeyapti. Narigisida to'planyapti hali. Ichinga o'taraki borgan yo'q. Pashshani ko'ryapsizlarmi? Живой корм. Mashalloh, hammaga nasib qilsin shunaqa lichinkalar boqish.